Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunmadim. Sen ham qochyapsanmi? Ha, qochyapman. Haydang ketdik. Nega? Fotosessiya yoqmadimi? Haydang. Xo'p. Diqqatga. To'g'riga. Bo'pti. Sizlar nima? Hammanglar fotosessiyadan qochasizlarmi? Ha, fotosessiyadan qochyapmiz. Qiladigan boshqa ishimiz yo'q-dek. To'yimdan qochyapman. Bedana hazillashma. Hazillashayotganim yo'q. Qiladigan boshqa ishim yo'qmi? Kelin ko'ylak kiyib. Hozir meni qayerdan oldingiz? Zaksdan oldingizmi? Ha, Zaksdan oldim. To'yim bo'layotdi. Tog'am o'g'illariga, akamga majburlab erga beryotdilar. Qochdim. Siz yordam berdingiz. Men hozir aybdor bo'ldim. Bedana, men seni qaytib olib borib qo'yay? Yo'q. To'ydan ham qochadimi odam? Qochadi. Majburlab berishsa qochadi. Meni zo'rlab erga berishyapti. Meni yaxshi ko'rganim bor. Kimni yaxshi ko'rasan? Bittasini. Qatta u? Uzoqda. Hozir kela olmaydi. Yaxshi ko'rgan odam keladi bu joydan. U kelguncha berkinib turishim kerakmi? Xo'p, qatga borib qo'y. Bo'stonliqqa. Shu ahvolda Bo'stonliqqa ketmoqchimisan? Nima qilaman boshqa? Olib borasizmi yo'qmi? Agar olib bormasangiz ayting, to'xtatib mana shu boshqa mashinaga o'tirib ketaman. Ketdik. Afsuslanmaysanmi? Yo'q. O'zing bilasan. Demak, yaxshi ko'rgan odamingga men topshiraman, ha?